her bir millet öz ana tilini yaxshi bilishi kerak. Bu nüfusu 1 milyar 300 milyonga yakın Xitoylar, nüfusu necha 100 milyon Ruslar yoki Amerikaliklar uchun muhim bo'lmasdan, jumladan nüfusu 30 yoki 35 milyonga yetadigan büyük Uyg'ur millati uchun mu intayin muhim. Şuna Uyg'ur millati öz tilini qo'g'dash yoki öz ana tilini puxta o'rganishda buningdan mustasno emas. Demak, har bir Uyg'ur o'ziga keskin holda savol qo'yib beqishi navbatdagi vaziyatda intayin muhim ahamiyatga ega. Bu Makka Mukarrama Haram masjidining Hijriya 1429 yil 7 oyning 22 kuni, milodi 2008 yili 7 oyning 25 kunidagi Juma xutbasining umumiy mazmuni bo'lib, xutbani fazilatli Sheyx Salih ibn Abdullah ibn Humayd so'zlagan. Bu xutbani tarjima qiluvchi Sirojiddin Azizi efendi. Bu xutbada ona tilining roli va uning ahamiyati, ona tilini qo'g'dash, uningga e'tibor berish, millatni qo'g'diganlik va uni himoya qilganlik, o'z ona vataniga hurmat qilganlik va insoniylik burchini ado qilganlik bo'lib, har qanday bir musulmon millatning o'z ona tilini yaxshi bilishi orqali insoniyat taraqqiyotiga to'hfa qo'sha oladiganligi, ona tilni birinchi o'rinda qo'yish, boshqa tillarni hojatga qarata o'rganish to'g'risida jonliq misollar bilan atrofliq tavsiya qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Nihoyatda shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. İmam Allah subhanahu va taolaga hamd sana, payg'ambar alayhissalomga durudlar o'qigandan keyin juma namozi o'qish uchun kelgan 100 minglarcha jamoatga har bir millat o'z ona tilini yaxshi bilishi kerak degan mazmunda bunularni tavsiya qildi. Ey musulmonlar, Allohdan qo'rqinglar, taqvodor bo'linglar. Taqvodorlik insonni dunyo oxiratda baxt saodatga erishtiradi. İslam ümmeti dünya milletleri arasında yüksek o'rin ve mertebeye ega ümmet. Tarixdan beri İslam dini dünyanın barliq medeniyetleriga ijobiy ta'sir ko'rsatib qolmasdan insoniyatni yüksek medeniyetga yetaklagan muqaddas bir medeniyetga egidir. Yaqinqi zamonlarda ümmet beshiga kelishmaslik, musibatlar arqama-arqa kelib, boshqa millatlarning yopirilib kelib xiris qilishiga uchradi. Afsuski, muqaddas dinimiz ve musulmonlarga ziyonkashlik qilganlar ajnabiylar bo'lgandan sirt o'zini musulmonlar qatorida sanab, musulmoncha ism qo'yib, musulmonlar qabristonligiga dafn qilinganlardandir. İslam ümmetini bundaq bir xor zabulliqqa elib berishdagi sabablarning asosligi shuki, ümmet hozirga qadar o'ziga bir yükselish, taraqqiy qilish plan loyihasi tuzgani yo'q. İslam ümmeti özünün dini itiqadi, medeniyeti ve örüp adetlerini ölçem kılgan halda bir terakkiyat ve yükseliş planı tüzüp umumi bir ıslahat elip berişqa tolumu muhtaç. Şundaq bolganda ümmet özünün qaddini ruslab, dünya milletleri aldıda iyilik tikligen buladı. İslam ümmetinin itiqadi, medeniyeti başka din ve milletlerde yok alahide özgüçeliki, tefakkuri, manevi dünyası ve asasi müstehkemlikte tangdassız bir ümmet ikenligini görürsüdür. İslam ümmeti bugünkü günde birlik, bütünlük ve güç kuvvetke intayin muhtaç bir vaziyette turgan ahval aslida milletinin bütünlükini saklaydıgan muhim amil sebeplerden akide ikenligine şek yok. Til bolsa yengil sınashqa bolmaydigan birlik ve güç amilidir. Medeniyetimizni himoya qilishning amillaridan biri tildir. Til insoniyat tarixida, insoniyat madaniyatini saqlab qolishda, gullantirishda intayin cho'ng rol o'ynaydi. Til tafakkurning quroli bo'lib qolmasdan, tafakkur borliqqa keladigan muhim omildir. Til orqali inson o'zi kashf qilgan, egillagan mahorat, ruhiyatdagi yuksaklik, vijdoniy taraqqiyotda o'z kimligini isbotlashda amaliy hassa qo'shadigan muhim omildir. Til aqlning ayniki, tafakkurning muhim apparatidir. Milletning tili bo'lsa, madaniyat xazinasini mo'llashtiradigan omildir. Til degan so'zlab turg'uchi tafakkur. Tafakkur bo'lsa, unsiz tildir. Şunu deymizki, milletning tafakkuri tili bilan bir-biriga chambarchas bog'langan bo'lib, til milletning boyliqidir. Til milletning madaniyatini avloddan avlodga ulaydigan ko'vrikdir. Ko'p tillik davlat yoki vatan bo'lsa, milletni ig'ir ideologiya kirisi ichida yashashga majburlaydi. Mustamlikchilar azaldan mustamlika qilgan millatlarni ona tilidan ayirishga butun kuchi bilan tirishib kelgan.
yoki bo'lmasa mustamlika millatlarda o'lgan tillarni qaytadan tirildirish orqali toifvozlik, yurtvozlik shuarlarini qo'zg'ab, parchalab yo'qotish siyosatini qo'llanib keldi. Yuqorida insoniyat hayotida tilning naqadar muhimligi ustida to'xtalgan bo'lsak, vahiyning tili bo'lgan ulug' til arab tili va uning millatning madaniyatini qayta qurish yo'lidagi o'rni bo'lsa, dunyodagi jonli tillar ichida eng kuchli va qadimki til hisoblanadi. Allah Qur'oni Karimni o'z himoyasida saqlaydiganligini ta'kidlaganligi uchun ta qiyomatgacha saqlanib, iste'moldan qolmay davomlashadigan bir tildir. Arab tili grammatikasi fasohat balog'atida tangdossiz bir til bo'lish sifati bilan dunyo tili bo'lishga eng munosib tildir. Ahli islom arab tilini o'rganishga har zaman va makonda bas-basda tirishyapti. Arab tiliga bo'lgan bu dunyoviy intilish arab dunyosining siyosiy kuchi, madaniyat salmoqligidan emas, balki insonlarning o'zining dini va aqidasiga bo'lgan yirismanligi hamda bu til Qur'oni Karim tili bo'lganligi uchundir. Shu asosda barliq musulmonlar arab tilini o'zining ona tili sifatida o'rganadi. Ba'zilar bu ulug' tilni buzib, yerlik shiviga o'zgartirishga urinmoqda. Bunday tashabbuslar bozor topolmaydi. Shu haqiqat har bir inson engida aniq bo'lishi kerakki, har bir shaxs o'zining ona tilini puxta va pishiq bilishi kerak. Tilning yo'qolishi millatning yo'qolishi demakdir. O'zini qadrlaydigan millat hech qachon ona tilini xorlamaydi. Boshqa tillarni ona tilidan afzal ko'rmaydi. Chet el tiliga bak qattiq berilib ketishning o'zi insonda milliy kimlik engini kemaytirdi. O'z tilidan nomus qilish, chet elliklarning tilini o'rganishdan faxrlanish insondagi milliy va ruhiy gadoylikning dalilidir. Chet el tili faqatla inson uchun yordamchi omil bo'lishdan boshqa rol o'ynay olmaydi. Chet el tili hech qachon ona tili badaliga bo'lmasligi kerak. Ona til o'rniga boshqalarning tilini dastitishni xohlaganlar taraqqiy qilmasdan ziyon tortadi va millatning munqariz bo'lishiga ul hozirlagan bo'ladi. Bunday kishilar bir kuni tarixning javobgarligiga tortiladi. Mustamlikachilarning qo'llanib kelgan plani mustamlikasi ostidagi millatlarning tilini tamoman yo'q qilish. Agarda butunlay yo'qotishga ko'zi yetmasa, ma'arif, fan texnika, iqtisod sohalarida yiroqlashtirish orqali maqsadiga yetishga urinib keldi. Ba'zi davlatlar mustamlikasi ostidagi millatlarning tilini yo'qotish bilan kifoyalanmasdan diniy madaniyatiga xiris qildi va qilyotdi. Tilidan ayrilgan millatlar tafakkuri, orzu armonlarda g'iriblik his qilish bilan birga o'tmishi bilan hozirning orasini uzib qo'ydi. Natijada mavjudiyatida haqiqiy g'iriblik vaziyatiga duch keldi. Qaraydigan bo'lsak, ma'arif sohasida ona tilini tashlab, ajnabiy tilni qo'llangan millat mag'lubiyat, ojizlik va chekinishdan boshqaga erisholmadi. Ona tilini tashlab, boshqa tillar orqali orzu armonlariga yetishni xohlaganlar moddiy va ma'naviy jihatdan favqulodda chekinishga duch keldi va kelyotdi. Ona tilini tashlab, boshqa tillarni qabul qilganlarni bilimsizlikni yo'qotish uchun ko'zoynak taqvosi kifoya qiladigandak, olim bo'lish uchun sallik kiyvosi kifoya qiladigandak hissiyatda bo'lganlarga o'qitish mumkin. Ona tili orqali dunyo millatlari oldida eng zamonaviy texnika va taraqqiyotlarga erishgan davlatlarni ko'rish ancha qiyin bo'lmasa kerak. Bilish kerakki, millatlar ona tilini puxta o'rganish orqali taraqqiy qila oladi. Buningda Sharqdagi va Janubiy Osiyodagi millatlarning hozirgi misoli yetarlik bo'lsa kerak. Sharqda Yaponiya, Malayziya, Koreya, Janubiy Osiyoda Pokiston, Hindiston, Bengal. Xulos qilib aytamizki, til bir millatning mavjudiyatining dalilidir. Ona tilidan nomus qiladiganlar albatta millati, vatanidan nomus qiladiganlardir. Ularning ko'ziga ajnabiylarning hamma narsasi chiroyli ko'rinadi. Shularni ulug'laydi. O'zini ulardan tovan, xor, ojiz sanaydi. O'z ona tilini puxta o'rganmagan, e'tibor bermagan kishi yoki millat boshqalarning xizmatchisi bo'lishga arziydi. Boshqalarni o'ziga xizmat qildira olmaydi. Taraqqiyotning sharti boshqalarning tilini o'rganish emas, balki barliq texnikalarni ona tiliga o'zgartirishda. Barliq zamonaviy bilim texnikalarini ona tiliga o'zgartganda kashfiyotchi, ijodiyatchi avlodlar ko'p chiqishga turtki bo'ladi. Demak, ona tilni qo'g'dash, uningga e'tibor berish, millatni qo'g'daganlik va uni himoya qilganlik. O'z ona vataniga hurmat qilganlik,
ve insanilik burcini ada qilganlik bo'lib hisoblanadi. Allah hammadan yaxshi bilguchidir. Bilinglarki, dillar faqat Allohni aslash bilan aram topadi. Allohning oldidagi o'rningizni bilmoqchi bo'lsangiz, qalbingizdagi Allohning o'rniga qarang. Vijdoniy mas'uliyat ve imani terbiyet bilan onalik şartını hazırlamagan onaning bolalari tug'ilgan kunidan boshlab yetimdir. Ona til bilgan kishining hurmatini qilg'um kelur. Ona til bilgan kishining izzatini qilg'um kelur. Bu ona til bo'lsigar Amerika-yu Afrikada qo'liga yambu kumush oltin berib olg'um kelur. Ko'klam bahor ketsa yenib kelgan bor. Candan keçse cananni tepip söygen var. Eytuvchu bir ketken yaşlık keynedin. Qoğuluşup cahanda kim mu yetken var. Onu til bilgen kişinin izzetin kılgım kilor. Onu til bilgen kişinin izzetin kılgım kilor. Onu tilni ağzedin altın verip algım kilor. Onu tilni ağzedin altın verip algım kilor. Ana til bolsigar Amerika'ya Afrika'da. Bu ana til bolsigar Amerika'ya Afrika'da. Serpetip mengla çıtilla andimel bargım kilor. Serpetip mengla çıtilla andimel bargım kilor. Bu ana til bolsigar Amerika'ya Afrika'da. Serpetip mingla çıtilla andimen bargım kilor. Onu til bilgen kişinin izzetin kılgım kilor. Onu til bilgen kişinin izzetin kılgım kilor. Onu tilni ağzedin altın verip algım kilor. Onu tilni ağzedin altın verip algım kilor. Ey ana til bizge sen algan ulug'lardin nishon. Ey ana til bizge sen qalgan ulug'lardin nishon. Sen bilen ruhi ziminda iftiharlanğım kilor. Sen bilen ruhi ziminda iftiharlanğım kilor. Ey ana til bizge sen qalgan ulug'lardin nishon. Sen bilen ruhi ziminda iftiharlanğım kilor. Sen bilen ruhi ziminda iftiharlanğım kilor.